bepul narsaga o'ch bo'lmang. Bepul yordam, bepul ovqat, bepul tovar kerak emas sizga. Bu kambag'alning fikrlash uslubi. Aynan shu uchun ham kambag'al boy bo'la olmaydi. Chunki unga hamma narsa bepul kerak. Kambag'alcha fikrlaydigan odam faqat unga, ya'ni o'ziga yaxshi bo'lishni istaydi. Boylarcha, ya'ni millionercha fikrlaydigan odam ikkala tomonga ham manfaat bo'lishini xohlaydi. Win-win, ya'ni sen ham yutasan, men ham yutaman. Sistemasi asosida ishlaydi va fikrlaydi. Agar o'zi deylik biror bir ishda katta daromad ko'rishni boshlasa agar, aynan shu daromaddan unga shu daromadga kelishga yordam bergan odamlarning haqqini ham yetarlicha yaxshi qilib to'lab berishi kerak bo'ladi. Kambag'al, ya'ni kambag'alcha fikrlaydigan odam bepulga o'ch bo'lib pul sarflagisi ham kelmaydi. Va shu bilan birga boshqa odamning holati bilan ham umuman qiziqmaydi. Hattoki shunday boylar borki, ya'ni moddiy jihatdan boy, lekin ichkarida mana fikrlash jarayonida nihoyatda kambag'al. Hamma narsani kimningdir hisobida qilgisi keladi. To'y qilsa ham bunday odamlar aslida bir qop guruchni kimgadir xizmat qilib osib qo'yadi bo'yniga yoki bepul restoran qidirishga tushadi. Buni tagida nima ma'no yotadi? Bepul. Bepul qilib ber shuni. Ya'ni qo'lida yetarlicha puli bor, lekin fikrlashi kambag'alcha odamlar bor.